Tafsiri muyassar. Yusuf suresi. Nihoyatda shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif lam ra. Bu xildagi harflarning bayoni Baqara surasining 5-da o'tdi. Bular ma'nisi ko'rsatmalari, halol haromdagi belgilimlari nihoyatda aniq va ro'shan kitob Qur'onning oyatlaridir. Ey arablar, biz bu Qur'onni sizlarni tushunsin va ma'nisiga amal qilsin deb arab tilida nozil qildik. Ey payg'ambar, biz bu Qur'onni sana vahiy qilish orqali sana eng esil qissani bayon qilib beramiz. Haqiqatan sen Qur'on nozil bo'lishdan ilgari bu qissalardan xabarsiz eding. Bu haqda hech narsa bilmayding. Ey payg'ambar, qavminga Yusufning otasiga aytgan so'zini eslatgin. O'z vaqtida Yusuf otasiga: "Ey ota, men tushimda 11 yulduzning va oy bilan kunning menga sajda qilayotganligini ko'rdim" degan edi. Bu tush Yusuf alayhissalomning dunyo va oxiratda katta martabaga erishishining xush xabari edi. Yaqub o'g'li Yusufga: "Ey o'g'lim, bu tushingni qarindoshlaringga aytmag'in. Ular sana hasad qilib, seni yo'q qilish uchun suiqasd qilib qo'ymasin. Chunki shayton insonga o'p-ochiq dushmandir" dedi. Rabbing sana bu tushni ko'rsatgandek seni payg'ambarlikka tanlaydi va sana kishilarning ko'rgan tushlariga ta'bir berish ilmini beradi. Ilgari ajdodlaring Ibrohim va Ishoqlarga payg'ambarlik ne'matini tamomlaganiga o'xshash sana va Yaqub oilasiga ne'matini tamomlaydi. Shubhisizki Rabbing bandalaridan kimni tanlashni obdan bilguchidir. Bandalarning ishlarini o'rinlashtirishda hikmat bilan ish qilguchidir. Yusuf va uning qarindoshlarining qissasida ularning ahvolini so'rg'uvchilar va bilishga qiziquvchilar uchun ko'pligan ibrat va Allohning qudratiga, hikmatiga dalolat qiladigan nurg'un dalillar bor. O'z vaqtida Yusufning ota bir qarindoshlari Yusuf va uning qarindoshi Bunyamin otamizga bizdan suyumlik bo'lib kelyotdi. Otam ularni bizdan bakrak yaxshi ko'radi. Biz sonimiz ko'p bir jamoa tursak, aniqki otamizning ularni bizdan ustun ko'rishi o'p-ochiq bir xatolikdir. Chunki otamiz ularni hech bir sababsiz bizdan ustun ko'ryotdi. Yusufni o'ltirib etinglar yoki uni jiroq shahardan bir joyga tashlab etinglar. Shunda qilsanglar, ota-onaning muhabbati sizlarga qoladi. Sizlardan boshqasiga ko'ngil bo'lmaydigan bo'ladi. Sizlar Yusufdan qutulgandan keyin gunohinglarga tavba qilib yaxshi odam bo'lib ketasizlar dedi. Yusufning qarindoshlaridan yana biri: "Yusufni o'ltirmanglar. Agar uni otimizdan jiroq qilmoqchi bo'lsanglar, uni quduqqa tashlab etinglar. Yo'ldan o'tgan karvon elib olsin. Shuning bilan uningdan qutulasizlar, uni o'ldirib etishga kerak qolmaydi" dedi. Ular Yusufdan qutulishning chorasida kelishib bo'lgandan keyin otasiga mundoq deyishdi: "Ey otamiz, biz Yusufning qarindoshlari tursak, nemishqa uning ishida bizga ishonmaysan? Biz uningga albatta yaxshi qaraymiz, uni asraymiz emasmi? Ata uni bizga qo'shib qo'ygan. Biz bilan billa yayloqqa chiqib, xohlagancha yeb, ichib, o'ynab, kulib kelsin. Uni biz cho'qim yaxshi muhofazat qilamiz." Yaqub: "Sizlar uni yayloqqa elib kelsanglar, men rostilla xotirjam bo'lolmayman. Sizlar g'aflat qilib, uni bo'riyab qo'yishidan ansirayman" dedi. Ular: "Ey ota, biz degan bir to'p jamoa turib, uni bo'riga egizib qo'ysak, biz cho'qim ziyon tortamiz.
u chaqda bizdan hech qanday yaxshilik kutgili bo'lmaydi, deyishdi. Yaqub Yusufni qarindoshlariga qo'shib qo'ydi. Qarindoshlari uni yayloqqa elib chiqib, cho'nqur quduqqa tashlashni birdek qaror qilishgan chaqda biz Yusufga sen ularning bu qilmishini kelgusida ular sening Yusuf ekanligingni uqmaydigan bir paytda ularning o'ziga aytib bersan deb vahiy qildik. Yusufning qarindoshlari kech kirganda otasining oldiga faryod qilgan holda yig'lab kelishdi. Ular: "Ey otamiz, biz Yusufni narsa keraklarimizni yanada qoldirib qo'yib, yugurib va o'q etib o'ynag'ili ketib qopdik. Biz Yusufni yaxshi saqlagan va ishonchlik joyda qoldirib qo'ygan edik. Afsuski, uni bo'ri yeb ketibdi. Biz rost gap qilsaqmi, sen Yusufni nihoyat bak yaxshi ko'rganlikdan bizning gapimizga ishonmaysan", deyishdi. Ular otasining yolg'on so'zlariga ishondirish uchun Yusufning ko'ngligini Yusufning qini bo'lmagan bir qon bilan bo'yab elib kelishgan bo'lsa-mu, ularning yolg'onchiligi mana-man deb chiqib turadi. Chunki ular elib kelgan ko'nglik yirtilmagan edi. Yaqub ularga: "Ish sizlar degandek emas. Bu qabih qilmishni nafsinglar sizlarga chiroyli ko'rsatib qoldiribdi. Men faqat chiroyliqcha sabr qilaman. Hech qanday bandiga dard to'kmayman. Sizlarning bu yolg'onlaringlarga sabr qilishim uchun Allohdan yordam tilayman", dedi. Bu yerdan bir karvon o'tib ketib, o'zlarining suvchisini suv irib kelishga avatdi. Suv chilkini quduqqa tashlab edi. Yusuf chilakni eslab oldi. Suvchi Yusufni ko'rib: "Xush xabar, mana bir o'g'il", dedi. Yusufning qarindoshlari yaqin bir joyda ahvolni ko'zitib turardi. Yusufning o'z qarindoshi ekanligini yoshirdi. Yusufmo qarindoshlarining o'ldirib etishidan qo'rqib, ularni tonimasqa soldi. Alloh ularning Yusufga qilganlarini bilib turardi. Yusufni qarindoshlari bu karvonga bir qancha tangaga arzon bahoda setavatdi. Chunki ular uningdan qutulmoqchi edi. Ular Yusufning kelgusida katta martabali kishi bo'ladiganligini bilmaydi. Karvon Yusufni elib Misrga borgandan keyin Misr vaziri Aziz Yusufni ulardan setib oldi. Uni uyga akilib ayoliga: "Bu balani yaxshi kutgin, bizga asqetib qolar yoki bola qilib olamiz", dedi. Biz Yusufni qutqizganimizdek va Misr vaziri Azizning mehribonligiga erishtirgunimizdek uni Misrda turg'izdik. Misrning moliya ishlarini boshqaradigan qildik. Bu onun adolatli hukm so'rishi va bizning uningga tush ta'bidini bildirishimiz uchun qildik. Allah o'zi iroda qilgan ishni amalga oshirishga albatta qodirdir. Uning hukmi yurguchidir. Uningga hech kim to'sqinlik qilolmaydi. Lekin insonlarning to'lisi hamma ish Allohning ilkida ekanligini bilmaydi. Yusuf qaroniga yetgan chaqda uningga ilm, hikmat va masalalarni to'g'ri tushunish qobiliyati ato qildik. Biz Yusufni qilgan mukammal amaliga yarasha mukofotlagandek, ishni mukammal qilguvchilarni amaliga yarasha shundoq mukofotlaymiz. Bu oyatda Muhammad alayhissalomga tasalli berilgan. Yusuf turayotgan uyning ayol xo'jayini yumshoq va siliq usullari bilan Yusufning ko'nglini o'ziga tortmoqchi bo'ldi-da, eshiklarni taqib etib, "Beri kel", dedi. Yusuf: "Alloh saqlasin. Men sizning talabingizni qabul qilib, menga yaxshi muomala qilib kelayotgan va meni hurmatlagan xo'jayinimga xiyonat qilishdan Allohga sig'inib panoh tilayman. Sheksizki, qilmaslikqa tegishli ishni qilib, o'ziga zulm qilguvchilar nijotlikqa erishamaydi", dedi.
Azizning ayoli Yusuf bilan yomon ish qilishga bel bog'lagan edi. Yusuf Rabbining ogohlantirish alomatini ko'rmagan bo'lsa edi, u o'sha ayolning talabiga moyil bo'lib ketgan bo'ladi. Bizning Yusufga o alomatni ko'rsatganligimiz faqatla yomonlikni va satchilikni uningdan yiroq qilish uchun edi. Chunki u payg'ambarlikka tanlangan, Rabbiga ixlos bilan ibodat qiladigan bandalarimizdan edi. Yusuf uydan chiqib ketish uchun eshikka qarab yugurdi. Ayolmi uni tutib olish uchun eshikka qarab yugurdi va uning ko'ngligini orqasidan tortib yetavatdi. Ular eshik oldida ayolning eri Aziz bilan do'qurishib kelishdi. Ayol, sening oilangga yomonlik qilmoqchi bo'lgan odamni faqat zindonga tashlash yoki qattiq qiynash bilan jazolash kerak dedi. Yusuf, meni bu yomon ishga zo'rlamoqchi bo'lgan kishi sizning ayolingizdir dedi. Ayolning oilasidagi bir bovoq bo'shik turib guvohlik berib, agar Yusufning ko'ngligi oldi tarafidan yirtilgan bo'lsa, ayol rost gap qilgan bo'ladi. Yusuf yolg'on aytgan bo'ladi. Agar uning ko'ngligi orqa tarafidan yirtilgan bo'lsa, ayol yolg'on gap qilgan bo'ladi. Yusuf rost gap qilgan bo'ladi dedi. Aziz Yusufning ko'ngligining orqa tarafidan yirtilganligini ko'rib, uning gunohsiz ekanligini bildi. Ondan ayoliga, bu yigitni qorlab aytgan bu yolg'on so'zing sizlarning hiyli mekringlarning bir qismidir. Ey ayollar jamoasi, sizlarning hiylanglar haqiqatan cho'ngdir dedi. Aziz Yusufga, ey Yusuf, ayolimning ishini kishilarga deb yurmagan dedi. Ayoliga, ey xotin, sen o'z gunohingga kechirim so'rag'in. Chunki sen Yusufni yomon ish qilishga zo'rlab, uningga qori chaplab qattiq gunohkor bo'lding dedi. Bu xabar shahardagi ayollarga yetib bordi. Ayollar bu xabarni o'z orasida tarqatdi va Azizning ayolini ayblab, Azizning ayoli o'zining quliga ko'yib kelib, uni o'zi bilan yomon ish qilishga qoyil qilmoqchi bo'pti. Biz uni albatta ochiq ozg'inlikda ko'ryapmiz deyishdi. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020-yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.